Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz mana shunaqangi chiroyli bo'lgan muzqaymoq to'qishni o'rganamiz. Buning uchun bizga issiq kley kerak bo'ladi, ya'ni pisal kley. Bu eng oxirgi detallarda kerak bo'ladi bizga. Ipdan mana shunaqa Polosu brendini olishimiz kerak yoki Kartopu Aksoft. Agar bundan ham xohlamasanglar, Alize Cotton Gold ham zo'r. Bularga kurchoq necha razmer olishimiz kerak desanglar, o'zida yozib qo'yilgan bo'ladi. Masalan, mana shu joyda yozib qo'yilgan mana kurchoq va spitsa necha nomer kerakligi. Alize Cotton Goldga 2 yoki 2,5 nomerli spitsa, ya'ni kurchoq ishlatsak yaxshi bo'ladi. Eng to'g'ri kelgani o'sha. Kartopu bilan Polosuda ham xuddi shunaqa qog'ozini o'zida yozib qo'yilgan bo'ladi bularni ham. Birinchi bo'lib biza vaflisini to'qishni boshlaymiz. Muzqaymog'imizni, mana shu nonni, ya'ni vafli qismini, buni biza eng uchidan boshlab tepaga aylantirib, to'qib, undan keyin ipimizni almashtirib, morojnimizni o'ziga o'tamiz. Undan keyin bu yoqqa kelib to'xtaymiz va ipimizni uzamiz. Undan keyin glazuri uchun, ya'ni mana shu tepasi oqib turgan narsasi uchun boshqacha rangli ip olamiz-da. Buni alohida to'qib, pisal kleyimiz bilan yopishtirib qo'yamiz yoki xohishga ko'ra tikib qo'ysa ham bo'ladi. Ko'p vaqt ketib yotmasligi uchun bemalol pisal kley, ya'ni issiq kleydan foydalanishingiz mumkin. Buning tepasiga prisipkasini, ya'ni rang-barang har xil separatgan narsasini tikib chiqishimiz mumkin, munchoq bilan yoki ip bilan. Agar uni ham xohlamasanglar, bemalol tepasiga bitta olcha to'qib yopishtirib qo'ysak, bu ham chiroyli turadi. To'qish oson bo'lishi uchun men shunaqangi maxsus narsa olganman. Bunga ipimizni qo'ysak, ipni xonamizning narigi burchagiga otib yotishimiz shart bo'lmaydi. Ipimizni kam qo'yayotgan uchun bemalol shunaqa tortsak, aylanib turaveradi va ipimizga tegmasdan bemalol to'qisak bo'ladi. Endi to'qishga o'tamiz. Aksoft yoki Polosu ishlatsanglar, 3 kurchoq, 3 razmerli kurchoq bemalol bo'ladi. Bundan kichkina ham yoki katta ham olish shart emas. Endi to'qishni boshlaymiz. Ipimizni olib, vafli uchun tanlagan rangimizdan ikkita barmog'imizni ustiga qo'yamiz. Ikkita barmog'imizni ustiga qo'ygandan keyin bosh barmoq bilan buni ushlaymiz uchun. Undan keyin ipimizni o'zimizga qarama-qarshi tomonga bundoq barmog'imizga o'rab olamiz aylantirib. Mana shu ikkita ipimizni kesishgan joyi bosh barmog'imiz bilan ushlab turamiz. Undan keyin bu barmoqlarimizni chiqarib olamiz. Mana shu holatga kelish kerak. Endi kurchoqimizni olib kalsomizga o'tkazamiz va asosiy ipimizdan, ya'ni mana shu ipimizdan bitta petля olamiz, bu yoqqa olib chiqamiz. Mana shu holga keladi. Undan keyin bu yoqdan yana asosiy ipimizga kurchoqimizni aylantirib petля olamiz. Kurchoqimizni bu yoqqa olib kirayotganimizda uchi pastga qarab turgan bo'lishi shart. Olib kiramiz petляdan. Undan keyin bu tomonni bosh va o'rta barmog'imiz bilan ushlab turib, kurchoqimizni bu yoqqa tortamiz buni ushlab. Shunda bizda kalso amigurumi hosil bo'ladi. Buni ozgincha bu yoqqa tortib olib, petlamizni kontrol qilsak bo'ladi. Mana shu holatga kelishimiz kerak. Bu bizda kalso amigurumi deyiladi. Ruschada волшебное кольцо yoki kalso amigurumi bo'ladi ham. Endi mana shu kalsomizning ichiga 6 ta nakas usunchi to'qib olamiz. Kurchoqimizni, kalsomizni ichkariga olib kiramiz va nakat olamiz. Nakatni bu yoqqa olib chiqamiz ipni. Endi kurchoqimizda ikkita petla hosil bo'ladi. Buni biz bu yerda yana nakat olib, ikkala petladan ham o'tkazib olamiz. O'tkazayotganimizda kurchoqimizning mana shu uchi pastga qaragan bo'lishi kerak mana. Ko'rdinglarmi? O'shanda tepadagi ip chiqib ketmaydi. Bitta nakas ustuncha bo'ldi. Endi yana ko'rsataman. Kalsomizga kiramiz. Bu yerdan ip olamiz. Olib chiqamiz ekan. Undan keyin bu yoqdan nakat olib, kurchoqimizni uchun pastga qaratib, ikkala petlidan ham olib chiqamiz. Ikkita nakas ustuncha bo'ldi.
Endi 3. Tezroq ko'rsataman bu yo'lga. 4 5 va 6. 6 ta nakes usuncha tayyor bo'ldi. Buni yaxshilab sanab olamiz adashib ketmaslik uchun. Endi kolsomizda mana shu chiqib turgan kichkina ipchani yaxshilab tortib olishimiz kerak. Ko'rsatish va bosh barmog'imiz bilan bu yoqni ushlab turamiz to'xtatgan joyimizni va bu qo'limiz bilan ipdan tortamiz. O'rtadagi katta kolso yopilishi kerak edi. To'qishimiz shu holatga kelishi kerak. Endi ikkinchi qator o'tamiz. Ikkinchi qatorda biz bitta nakes ustuncha, bitta ko'paytirish 3 marta takrorlaymiz. Shu bilan qatorimizda 9 ta petla hosil bo'lishi kerak. Birinchi zanjirimizdagi, ya'ni petlyamizdagi nakes ustuncha to'qilamiz. Bitta nakesiz ustuncha. Endi keyingisiga ko'paytirish. Ko'paytirishda bitta petlyamizdagi 2 ta nakes ustuncha to'qiymiz. Kiramiz, ip olib chiqamiz. O'tkazamiz. Endi va yana xuddi shu petlyamizdagi yana bitta nakes ustuncha to'qilamiz. Bu ko'paytirish bo'ldi. Keyingi petlaga bitta nakes ustuncha, undan keyingisiga 2 ta nakes ustuncha, ya'ni ko'paytirish. Yana bitta nakes ustuncha, ko'paytirish. Qatorimizda 9 ta petla hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Buni yaxshilab biz sanab olamiz adashib ketmaslik uchun. 3-chi qatorga o'tamiz. Endi 2 ta nakes ustuncha va bitta ko'paytirish 3 marta takrorlaymiz. Bu yoqqa marker qo'yib olsak ham bo'ladi adashib ketmasligimiz uchun. Bitta nakes ustuncha to'qimiz. Hozir 3-chi qatorimiz boshlandi. Endi mana shu 3-chi qatorimizning eng birinchi nakes ustunchasiga marker qo'yib olamiz adashib ketmaslik uchun. Qator boshlanishi va tugashi yo'qolib qolmaslik uchun. Ikkinchi nakes ustuncha. Endi birinchi ko'paytirish. Yana 2 ta nakes ustuncha. 1 2 ikkinchi ko'paytirish. Ikkita nakes ustuncha. 1 2 uchinchi ko'paytirish. 3-chi qatorimizni tugadi. Endi 4-chi qatorga o'tamiz. 4-chi qatorda biz 3 ta nakes ustuncha, bitta ko'paytirish 3 marta takrorlashimiz kerak. Markerimizda turgan petlaga bitta nakes ustuncha to'qib olamiz. Endi markerimizni olib, xuddi mana shu oxirgi to'qigan nakes ustunchamizga petlasiga o'tkazib olamiz. Bu 4-chi qatorning boshi bo'ladi. Birinchi nakes ustuncha to'qib bo'ldik. Ikkinchi nakes ustuncha. Uchinchi nakes ustuncha. Ko'paytirish. Yana 3 ta. 1 2 3. Ko'paytirish. Oxirgisi 1 2 3. Uchinchi oxirgi ko'paytirish. To'rtinchi qatorimiz tugadi. Endi 5-chi qatorga o'tamiz. 4-chi qatorda bizda 15 ta petla hosil bo'lishi kerak edi. 5-chi qatorda hech qanaqangi o'zgartirishsiz bir qator to'qib olamiz. Ya'ni 15 ta nakes ustuncha. Markerimizda turgan joyga bitta nakes ustuncha to'qib olamiz. Bu bizning birinchi ustunchamizda bo'ladi 5-chi qatorda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 va 15. 5-chi qatorimiz tugadi. Endi 6-chi qatorga o'tamiz. 4 ta nakes ustuncha, ko'paytirish. Buni ham 3 marta takrorlaymiz. Birinchi nakes ustuncha, marker o'tkazib olamiz. 2 3 4. Bitta ko'paytirish.
Yana 1, 2, 3, 4. İkinci ko'paytirish. Yana 1, 2, 3 va 4. Uchinchi ko'paytirish. 4 dana kes usuncha va bitta ko'paytirishni 3 marta takrorlab oldik bu qatorimizda. Qatorimizda jami bo'lib 18 ta petla hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Mana shu tepasidagi petlalardan. 7-qatorda 18 dana kes usuncha to'qa olamiz. Bitta nakes usuncha markerimizni keyingi qatorga o'tkazamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 va 18. 7-qatorimiz tugadi. Endi 8-qatorga o'tamiz. Bu qatorda biza 5 ta nakes usuncha, bitta ko'paytirish 3 marta takrorlaymiz. Nakes usuncha. Keyingi qatorga o'tkazib oldik. 1, 2, 3, 4, 5 to'qidik. Birinchi ko'paytirish. Yana 1, 2, 3, 4, 5. İkinci ko'paytirish. 1, 2, 3, 4, 5. Uchinchi ko'paytirish. Mana shu holatga kelish kerak. Ya'ni sekin asta uchburchak ko'rinishida ketyapti, vafliga o'xshab. To'qib bo'lganimizdan keyin 9-qatorda 21 ta nakes usuncha bir qator to'qa olamiz. Oddiy qilib hech qanaqangi o'zgartirishsiz. Birinchi nakes usuncha markerni bu yerga o'tkazib olamiz keyingi qatorimizga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 va oxirgisi 21. 9-qator tugatdik. Endi 10-qatorga o'tamiz. 10-qatorda biz 6 ta nakes usuncha ko'paytirish 3 marta takrorlaymiz. 1 marker o'tkazib olamiz. 2, 3, 4, 5, 6. Ko'paytirish. Yana 6 ta nakes usuncha ko'paytirish. 6 ta nakessiz ko'paytirish to'qa olamiz qatorimizdan oxirigacha. Men qolganini kadr ortida to'qa olaman. Qatorimizda jami 24 ta petla hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Endi keyingi 11-qatorga o'tamiz. 11-qatorda biz bir qator hech qanaqangi o'zgartirishsiz 24 ta nakes usuncha to'qa olamiz. Birinchi nakes usuncha markerni bu yerga olib o'tamiz. 2, 3, 4, 23 va 24. Qatorimiz tugadi. Endi biz keyingi 12-qatorga o'tamiz. 7 ta nakes usuncha ko'paytirish 3 marta takrorlaymiz. Nakes usuncha markerni bu yerga o'tkazib olamiz.
ikkinchi nakes o'sinchi 3 4 5 6 7 ta nakes o'sinchi. Endi bitta ko'paytirish. Xuddi shuni yana 2 marta takrorlaymiz, ya'ni 7 ta nakes o'sinchi ko'paytirish, 7 ta nakesiz ko'paytirish qatorimizdan oxirigacha. Shu bilan qatorimizda jam bo'lib 27 ta petля hosil bo'ladi. To'qib bo'ldik bir qatorni. Endi keyingi 13-qatorga o'tamiz. 13-qatorda biz bir qator hech qanday o'zgartirishsiz to'qiymiz, ya'ni 27 ta nakesiz o'sinchi. Bitta nakes o'sinchi to'qolib, markerimizni o'tkazamiz bu yerga. Endi qator bo'ylab qatorimiz oxirigacha, ya'ni markaga kelganimizgacha nakesiz o'sinchalar to'qolamiz. To'qib olganimizdan keyin endi marojniy qismiga o'tamiz. Boshqa rangli ip olib, marojnimizni o'zi uchun tanlab olgan ipimizdan mana shu holatda ushlab olamiz. Undan keyin bu yoqdan petля qilamiz, ya'ni kurchokimizni mana shu joyga o'rtasiga o'tkazib, kurchok uchini o'zimizga qarab tepaga mundoq chiqarib olamiz. Undan keyin bosh va o'rta barmog'imiz bilan mana shu ikkita ip kesishgan joyini bundoq qilib ushlab olamiz. Endi bu yoqdan petля olib, kurchogimiz uchini pastga qaratib, bu yoqdan o'tkazib olishimiz kerak. Bo'ldi. Endi bu yoqdan to'qishda davom etamiz. Oxiriga to'qigan petlamizni chiqarib olamiz bu yerdan, ya'ni oxirgi nakes o'sinchamiz shu holatda bo'lishi kerak. Endi oxirgi to'qiganmiz. Endi bu yoqda mana shu petlamizdan kurchogimizga o'tkazib, bu yoqda kurchokda ikkita petlamizdan o'tkazib olamiz buni. Bu yoqqa marker qo'yishadimi, chunki o'sha shundoq ham bilinib turadi qayerda to'xtaganimiz. Endi to'qish ozuncha qiyinlashishi mumkin, lekin keyin chiroyli chiqadi aniq. Keyingi petlamizga kurchogimizni o'tkazamiz va vafli rangidagi ipimizni olib chiqamiz bu yerga. Endi kurchogimizga ikkita petlani tugachimizga uchun nakes o'sinchani boshqa narigi ipimizdan foydalanib bu yoqdan chiqarib olamiz. Yana ko'rsataman. Petlaga kiramiz. Vafli qismidagi ipni olib bu yoqdan olib chiqamiz. Endi kurchokdagi ikkita petlarga boshqa tanlagan rangimizni olib o'tkazib olamiz. Shunda nakes o'sinchamizni pasti birinchi tanlagan rangimiz, tepasi bo'lsa keyin tanlagan rangimizda bo'lib chiqadi. Bu bizga nimaga kerak? Rangga o'tayotganda mana shunaqangi noaniqlik bo'lmasligi uchun, ya'ni tekis boshqa rang tepada, boshqa rang pastda, ya'ni ikkalasining chegarasi tekis bo'lib turishi uchun. Mana shunaqa ajralib qolmasligi uchun. Yana bir ikki to'qib ko'rsataman. Adashib ketmaslikka harakat qilasizlar. Bir qator aylantirib to'q olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, chegarasi aniq bu yerda. Ya'ni ikkita rang aralashib ketmagan. Bu bitta rangdan boshqa rangga o'tish uchun juda ham qulay bo'lgan uslub hisoblanadi. Bir qator hech qanday o'zgartirishsiz mana shunaqa to'q olamiz. Bir qator to'q oldik. Endi bu yoqdan asosiy ipimizni, ya'ni vafli uchun tanlagan ipimizni kesib olsak bo'laveradi. Buni bu yoqdan kesib, ichidagi bu yoqda qolib ketgan kichkina kalta ikkita ipimizni bir-biri bilan 2 marta bog'lab olsak ketadi. Qattiq tortmaymiz bog'lashda. Chunki bu yoqdan to'qigan joyimizdan tortilib qolishi mumkin. Endi marojnimizga o'tamiz. Bitta nakes o'sincha va bitta ko'paytirish qilamiz bu qatorimizda. Bitta nakes o'sincha, bitta ko'paytirish. Mana shu nakes o'sinchamizning tepasiga marka qo'yib olamiz. Shu bizning qatorimizning boshlanishi bo'ladi. Mana shu joyga marker qo'ydim. Bitta nakes to'q oldik. Bitta ko'paytirish. Endi qatorimizning oxirigacha ikkita nakes o'sincha va bitta ko'paytirish to'q olamiz galma-galdan. Ya'ni ikkita nakes o'sincha to'qiymiz.
1 2, undan keyin bitta ko'paytirish. Keyin yana ikkita nakes usuncha. 1 2 va yana ko'paytirish. Ikkalasi galma-galdan bo'ladi qatorimizni oxirigacha. Qatorimizni oxirida bitta petla qolib ketadi. Bu petlaga biz bitta nakes usuncha to'qa olamiz. Endi bu qatorni biz birinchi qator deymiz. Keyingi 6 ta qatorni biz bir xil qilib to'qib chiqamiz. Ya'ni har bir qatorda 36 ta nakes usunchadan bo'ladi. Bu birinchi qator. Undan keyingi 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va 7-chi qatorlarimizni har bir qatorda 36 ta nakes usunchadan to'qib chiqishimiz kerak. Bu yoqni sizlar to'qib olaveringlar. Men bo'lsa kadr ortida to'qiyman. Bitta nakes usuncha va markerimizni bu yerga o'tkazib olamiz. Bu birinchi nakes usuncha bo'ldi. Jami 36 ta bo'lishi kerak. Yana 35 ta nakes usuncha to'qimiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 va 36. 36 ta nakes to'qib oldik va bizning ikkinchi qatorimiz tayyor. Jami 7-chi qatorimizgacha to'qimiz. Shu bilan 7 ta qator ko'k bo'ladi. To'qib bo'ldim. Mana shu holatga kelish kerak marojimiz. Endi sekin bu yog'ini cheshimizni kishaytirib, bu yog'ini yopib, dumaloq holatga keltirishni boshlaymiz. To'qib bo'lganimizdan keyin 8-chi qatorimizda 4 ta nakes usuncha, bitta qisqartirish to'qib qolamiz. Buni biz 6 marta takrorlasak, qatorimizda 30 ta petla hosil bo'ladi. Birinchi nakes usuncha to'qib oldim. 2 3 4. Endi qisqartirish qaranglar. Keyingi ikkita petlamizni faqat old devorlarni olamiz, ya'ni bu biza keyingi nakes usuncha to'qishimizga kerak bo'lgan petla. Buni biza bu yoqdan kiramizda o'rtasidan chiqamiz. Ya'ni har doimgidek bunaqasiga emas, buni o'rtasidan olib chiqamiz. Mana shunaqa. Bu birinchi petla. Endi ikkinchi petlamizni, ko'chog'imizni yana pastga tushirib, keyingi petlaga kirib, buni ham o'rtasidan olib chiqamiz. Mana shu holatga keltirib olishimiz kerak. Shu holatga kelgandan keyin oddiy nakes usuncha to'qiymiz. Ya'ni bu yoqdan naket oldik, pastiga ikkalasidan ham o'tkazdik. Kurchukda ikkita petla hosil bo'ldi. Naket olamiz, ikkalasidan o'tkazib olamiz. Bu bizada ubavka deyiladi, ya'ni qisqartirish. Birinchi qisqartirishimiz bo'ldi. Yana 4 ta nakes usuncha. 1 2 3 4. Yana keyingi ikkita petlamizdan old devorlarni olamiz va bu yoqdan naket olib, oddiy nakes usuncha. Ikkinchi qisqartirish. Keyin bu yoqda to'qotganimizda adashib bu yoqqa to'qa olmaylar. Bu yoqqa emas, bu bizani qisqartirish to'qigan joyimiz. Bundan keyingisi mana shu ochiq turgan joyimizga, nakes usuncha to'qimiz.
1 2 3 4 va keyingisi yana qisqartirish. Qator oxirigacha bitta qisqartirish bilan 4 ta nakaz uzunchani galma-galdan qilib ketamiz. Qatorimizni tugatdik. Endi nakaz uzuncha to'qib olib, markerimizni bu yerga ko'chirdim. Endi keyingi 9-qatorimizda 3 ta nakaz uzuncha, bitta qisqartirish 6 marta takrorlaymiz. Shu bilan qatorimizda 24 ta petля hosil bo'ladi. Birinchi nakaz uzuncha, ikkinchi va uchinchi. Qisqartirish, birinchi qisqartirishimiz yana 3 ta. 1 2 3. Ikkinchi qisqartirish 1 2 3. Uchinchi qisqartirish. Shu bilan qatorimiz oxirigacha jami 6-chi qisqartirishgacha to'qib olamiz. Shu holatga kelgandan keyin bu yoqqa bitta nakaz uzuncha to'qib olamiz va markerimizni olamiz. Bu yoqqa ko'chirishdan oldin ichiga halofiber yoki sintifon to'ldirib olamiz. Sintifondan ko'ra halofiber yaxshiroq. Narxida ozgina farqi bor bo'lsa ham, sifati, o'zini ishda tutishi ancha-muncha farq qiladi. Ichiga ko'p qilib tiqib olsak, petlarimiz orasi ochilib, ichidagi paxtasi, ya'ni sintifon yoki halofiberi ko'rinib qolishi mumkin. Agar kam qilsak, to'qigan narsamizda chalpayib qolishi mumkin. O'shaning uchun hammasi mana shunaqa me'yorda bo'ladi. Undan keyin ichiga barmoqimiz bilan yordam beramiz. Hamma joyiga yaxshi yetib borishini ta'minlash uchun. Ichini og'zigacha to'ldirib olamiz. To'qishimizga xalaqit berishi mumkin. Yetarlicha qilib ichini halofiber yoki sintifon bilan to'ldirib olamiz. Sizda qaysi biri bor bo'lsa, o'shandan foydalaninglar. Mana ichini to'ldirib oldim yaxshilab. Endi qolganini yana oxirgi qatorlarga yaqinlashayotganimizda solamiz. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda teshigi ancha kichiragan, ya'ni mana shu og'zi to'qotgan joyimiz ancha kichiragan. Endi keyingi 10-qatorga o'tamiz. 2 ta nakaz uzuncha, bitta qisqartirish 6 marta takrorlasak, qatorimizda 18 ta petля hosil bo'ladi. Endi bu yoqqa marker qo'yib olamiz. Oxirgi to'qigan nakaz uzunchamizga qo'linglar ancha kelishib qolgan bo'lsa kerak. 1, ya'ni bu yoqda 2. Marker turgani birinchi, hozir to'qiganimiz ikkinchi. Endi bitta qisqartirish. Yana 1 2. Ikkinchi qisqartirish. 1 2. Uchinchi qisqartirish. Qator oxirigacha to 6-qisqartirishgacha to'qib olamiz. To'qib bo'ldik. Keyingi qatorga o'tamiz. 11-qator. Nakaz uzuncha, qisqartirish 6 marta takrorlasak, qatorimizda 12 ta petля hosil bo'ladi. Birinchi nakaz uzunchamizda marker tagida. Endi birinchi qisqartirish to'qiymiz. Yana nakaz uzuncha, qisqartirish. Nakazsiz qisqartirish. Qatorimizdan oxirigacha galma-galdan to'qib ketamiz. To'qotgan joyimizda bu yo'l teshigimiz ancha kichrayib qoldi. Endi qolgan halofiberni ham ichiga solamiz. Barmoq bilan, kurchoq bilan solish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun qachiylar bo'lsa qachiylar bilan yoki bundan ham yaxshi boshqa narsa bor. Ichiga halofiber yoki sintifon solish uchun bu mana shunaqa manikyurda ishlatiladigan oddiy apelsinovый palichka. Ya'ni aynan daraxtdan qilingan, yog'ochdan qilingani uchun bu kurchoqlarga o'xshab silliq emas. Ya'ni ichiga halofiber solsak, sirpanib chiqib ketavermaydi. Shunisi bilan yaxshi. Menda bu yog'i ingichka joy emas. Buni teskarisi, ya'ni mana shunaqa joyi bilan solamiz. Menda o'rtasi ikkiga yorilib qolgan, ikkiga bo'linib. Bu yana ham yaxshiroq. Halofiber bu yerga qo'yamiz deb, mana shu uchi bilan solamiz. Bu juda ham
zo'r uslub. Aynan mana shu kichkina bo'lib qolgan joylarga yoki kichkina detallar to'qiyotganimizda qo'g'irchog'i, oyoqchani qulog'i bo'lishi mumkin yoki kichkina qo'g'irchoqning qo'lchasi bo'lishi mumkin. Shunaqa joylarga halo fiber tez solishga juda ham yaxshi. Qo'l bilan kurchakka yordam bermagan joyda mana shu yordamga keladi va bu juda ham zo'r. Kerakli joylarga yetkazib beradi, ichida burchaklariga yetadi. O'shaning uchun bunaqa narsadan ham olib qo'ysangiz juda ham yaxshi. Donalar bo'lsanglar juda ham arzon bo'ladi bu. 1000 so'mdan bo'lishi mumkin yoki pachkada 20 tani 10 mingga, 8 mingga, 5 mingga ham olishinglar mumkin hatto. Juda ham foydali narsa. Aynan mana shunaqa bu yoqqa ichini to'ldirayotganimizda mana ichini to'ldirib bo'ldim yetarlicha. Endi oxirgi qatorga o'tamiz. Bunda biza 6 ta qisqartirish to'qishimiz kerak. Birinchi qisqartirish, ikkinchi qisqartirish, marker uji shart emas bundan buyog'iga. Uchinchi qisqartirish, to'rtinchi qisqartirish. To'qish ozgina qiyin bo'lishi mumkin, lekin eplaymiz. 5-chi qisqartirish va oxirgisi 6-chi qisqartirish. Shu bilan qatorimizda 6 ta petля qoladi xolos. Endi ipimizdan uzun qilib tortamiz. 15 sm qilsak yetadi. Va 15 sm ip qoldirib kesib olamiz. Ipimizni bu yoqdan olamiz. Mana shu holatga kelish kerak. Endi bu uchini biza ignaga o'tkazamiz. Igna bizada mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni oddiy tikadigan igna emas bu. Bu ignamizni quloqcha qismi, ya'ni mana shu ip o'tkazadigan qismi katta va uzun bo'ladi. O'zi bu uchi bo'lsa o'tmas bo'ladi, ko'rib turganingizdek, barmog'iga kirmaydi. Aynan to'qishga moslangan igna bo'ladi. Buni plastmassalari ham bo'ladi, lekin temiri plastmassadan ko'ra ancha yaxshi. Plastmassa bukilib sinib ketishi mumkin. Temir bo'lsa uzoq vaqt bizga xizmat qiladi. Endi xuddi qisqartirishda to'qigandek, keyingi petlyamizni old yarim ustunchasini olamiz va o'tkazamiz ignamizni. Endi undan keyingini ham xuddi shunday qilamiz. Ya'ni qatorimizdan oxirigacha hamma 6 ta petlyani faqat old yarim ustunchalarini olib chiqamiz. Ko'rib turganlaringdek, faqat old yarim ustunchani olaman. Hamma 6 ta petlyani tepasini shunaqa qilib chiqamiz. Bu bizga o'rtadagi ochiq joy yopish uchun kerak bo'ladi. Endi shuni qilib bo'lgandan keyin bu yog'ini barmoqimiz bilan yoki tirnog'imiz bilan bosib turib, bu ipimizni tortamiz. Yaxshilab tortishimiz kerak. Qanchalik yaxshi tortsak, shunchalik og'zi yaxshi yopiladi. Ko'rib turganingizdek, barmoqimiz bilan ozgincha ishlab berib olamiz qo'limiz bilan. Bu yoqda teshik yopildi. Endi bu yoqqa mana shu ipimizda chiqib turgan joyi pastiga kiramiz va bundan keyingi teshikdan ignani olib chiqamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Ignamizni olib chiqsak, undan keyin ignamizni qaytib oxirigacha tortmaymiz ipimizni. Ignamizni qaytib mana shu petlaga o'tkazamiz va tortamiz yaxshilab. Ipimizni qotirdik biz hozir chiqib ketmaslik uchun. Endi shunday tubidan kirgizamiz ignani. Ya'ni bu tomondan. Aynan o'sha ip chiqib turgan tomondan kirmaydi, bo'lsa chiqib ketadi. Buni bu tomondan kirib, любой joydan shunday ignani chiqarib olamiz. Buni ichini yana qaytib kurchok bilan tiqib qo'ysanglar bo'ladi bu yerga yoki shuni ozgina tortib qaychi bilan kesib olsanglar bo'ladi. Ozgincha ishlab beramiz qo'limiz bilan, shaklga keltira olamiz. Keyin muzqaymog'imiz tayyor bo'ladi. Endi glazuriga o'tamiz. Buning uchun boshqa rangli ip olsanglar, yana ham chiroyli ko'rinadi.
Men shunaqa siyoh rangdan tanladim. Buni yana eng boshida o'qiganimizdek kalsium amigurumi, ya'ni barmog'imizga ipimizni qo'yamiz va bosh barmog'imiz bilan ushlab barmog'imizni orqa tomondan aylantirib bu yoqqa olib kelamiz. Ip kesishgan joyini bosh barmog'imiz bilan ushlab ikkita barmog'imizni chiqarib olamiz. Undan keyin mana shu o'rtadagi petlaga kurchokimizni o'tkazib, bu yoqdan ip olib chiqamiz. Bitta petla. Endi bitta zanjir olamiz. Ipni bu yoqdan kurchokda turgan petlarni bosh barmog'imiz bilan ushlab tortamiz yaxshilab. Endi bu asosiy ipni ozgina tortsak, kurchokimizda turgan petlar kichrayadi. Kalsiumimizning ichiga 6 tanakasi usuncha xuddi boshida to'qiganimizdek 1 2 3 4 5 6 7 8 uzr, adashib ketibman. Ikkitasini orqaga qaytaramiz. 6 ta nakaz usuncha bo'ldi. Endi buni biz tortib, kalsiumimizni yopamiz. Mana shu kichkina ipchani tortib. Sekin tortsak yopiladi va to'qishimiz shu holatga kelishi kerak. Bu birinchi qator bo'ldi. Endi ikkinchi qator tortamiz. Ikkinchi qatorda biz 6 ta ko'paytirish to'qiymiz. Birinchi petlaga ko'paytirish to'qiganimizda birinchi petlasiga, ya'ni birinchi nakaz usunchasiga marker qo'yib olamiz adashib ketmaslik uchun. Keyin ikkinchi ko'paytirish takrorlab ketaman. Ko'paytirish degani bu bitta petlaga ikkita nakaz usuncha degani. Uchinchi ko'paytirish, to'rtinchi ko'paytirish, beshinchi ko'paytirish va oxirgi 6-chi ko'paytirish. Ikkinchi qator tugadi. Endi uchinchi qator o'tamiz. Uchinchi qatorda biz bitta nakaz usuncha bilan bitta ko'paytirishni galma-galdan qilib ketamiz. Ya'ni bitta nakaz usuncha, bitta ko'paytirish 6 marta takrorlaymiz. Shu bilan qatorimizda 18 ta petla hosil bo'lishi kerak. Nakaz usuncha to'qiymiz marker turgan joyga va shu nakaz usunchamizga markerni o'tkazib olamiz. Ko'paytirish, nakaz usuncha, keyin yana ikkinchi ko'paytirish, nakazsiz, uchinchi ko'paytirish, nakazsiz, to'rtinchi ko'paytirish, nakazsiz, beshinchi ko'paytirish va yana nakazsiz, oxirgi 6-chi ko'paytirishimiz. Shu ko'rinishga kelish kerak, ya'ni 3 qator oddiy dumaloq to'qib oldik. Endi markerimizni to'liq olib tashlasak ham bo'laveradi. Endi biz mana shu patyoklarni, ya'ni oqib turgan joylarni to'qib olamiz. 8 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yaxshilab qaraymiz. Mana oxirgi ikkita zanjirimiz bizani. Kurchokdan birinchi zanjir va kurchokdan ikkinchi zanjir. Biz birinchi zanjirni tashlab ketamiz, bu yerga hech nima qilmaymiz. Kurchokdan ikkinchi zanjirga kiramiz va nakazsiz usuncha to'qib olamiz. Birinchi nakazsiz usuncha bo'ldi, ya'ni 8 zanjirga biz 7 ta nakazsiz usuncha to'qishimiz kerak. Bu 1 2 3 4 5 6 va 7. 7 ta bo'ldi. Endi bu yoqqa qaraymiz. Bu petlaga biz to'qib bo'lganmiz. Endi keyingi petlamizga biz birlashtiruvchi usuncha qilamiz. Ya'ni bu yoqqa kirib petla olib chiqamiz. Kurchokimizda qaraymiz, ikkita petla hosil bo'ldi. Oldingi petla va orqa petla. Oldingi petlani biz orqa petlani ichiga olib kiramiz. Mana shunaqa qilib. Bu bizda birlashtirish usuncha bo'ladi. Ya'ni ikkita petlani biz bittasini ikkinchisiga o'tkazib oldik. Yana bitta shunaqadan to'qiymiz. Ikkita petla.
bunaqa bir-birini ichiga olib kirdik. Endi biza 7 ta petля to'qib olamiz. Zanjir, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 ta. Agar ja uzun bo'lib ketadi desanglar, bittaga kam olishingiz mumkin. Ya'ni bu yoqda 8 ta zanjir oldik, bu yoqda 6 ta zanjir oldik. Yana xuddi shunaqa. Bu zanjirdan birinchi kurchokdan birinchi zanjirimiz, bu kurchokdan ikkinchi zanjirimiz. Oxirgi zanjirni tashlab ketamiz, bu yerga tegmaymiz, hech nima qilmaymiz. Undan oldingi zanjirga bo'lsa, nakatsiz usuncha. Shu bilan bizda 6 ta zanjirimizda 5 ta nakatsiz usuncha bo'lishi kerak. 2 3 4 va 5. Endi yana xuddi boya qilgan ishimizni takrorlaymiz. Ya'ni bu yoqqa biza уже to'qilganiga emas, undan keyingisiga, ya'ni ko'rib turibsizlar, bu yoqqa birlashtiruvchi usulchi to'qilgan bu petlamizga. Undan keyingisiga biz hech nima qilmagan. Mana shu joyga biza kiramizda petla olib chiqamiz va birlashtiruvchi usulchi to'qiymiz. Birinchi birlashtiruvchi usulchi, ikkinchi birlashtiruvchi usulchi. Endi mana shu ikkitani biza galma-galdan qilib takrorlaymiz. Ya'ni 8 ta zanjir, 7 ta nakatsiz usulchi, 1 2 ta birlashtiruvchi usulchi, 6 ta zanjir, 5 nakatsiz usulchi, 2 ta birlashtiruvchi usul. Hozir 8 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kurchokdan ikkinchi zanjirimizga nakatsiz usulchi. Jami 7 ta nakatsiz usulchi bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 birlashtiruvchi usulchi, birlashtiruvchi usulchi. 6 ta zanjir olamiz va kurchukdan ikkinchi zanjiriga nakatsiz usulchi to'qib, jami 5 ta nakatsiz usulchi qilamiz. Xatonimiz oxirigacha mana shu yo'nalishda to'qib ketaveramiz. Mana shu joyda biza issiq kremimizni, ya'ni pislet kremimizni yoqib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana shu glazurimizni marojniyni tepasiga yopishtirib olish uchun. Buni tikib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin yopishtirsanglar bu tezroq bo'ladi bemalol, ham adashib ketmaysizlar chokida. Issiq kremimiz qiziguncha biza buni to'qib olgan bo'lishimiz kerak va buni ustiga sepiladigan narsalarni tikib chiqishimiz mumkin. Orqasida ikkita chiqib turgan ipimizni birga bog'lab olamiz. Bog'layotganda ishonch hosil qilinglar. Bu chekkaga, ya'ni mana shunaqa qilib chekkada bog'lanib qolmasin. Iloji boricha o'rtaroqda bog'lansin. Buni yaxshilab bog'laganimizdan keyin chekkaga bu qoldi, mayli. Bir-ikki marta bog'lab olamiz va o'rtaga qilib qo'yamiz. Buni birinchi bo'lib qilaylab olamiz. Undan keyin buni o'zini marojniyning ustiga qilaylab olsak bo'ladi. Hozircha ignamizni olamiz va boshqa rangli iplardan ozgina-ozginadan kesib olamiz ustiga tikib chiqish uchun. Masalan, oq, sariq, pushti va hokazo. Yashil qilsa ham bo'ladi. Taxminan shuncha kesib olsam yetadi. 15 dan 20 sm gacha. Ignaga o'tkazamiz va har joyiga har xil qilib tasodifiy qilib tikib chiqamiz. Mana orqadan kirdim, pastidan. Endi bu yoqdan yana qaytib kiraman. Mana shunaqa. Yonma-yon bo'lib qolmasa, har xil joyda bo'lsa, chiroyliroq chiqadi. Xuddi rostdan sepilgandek bo'lib. Bu yoqlarga, ustilariga marojniyni o'ziga ham tikib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Har xil joylariga shunaqa tikib chiqamiz. Bundan keyin buni ham pastdagi iplar bilan qo'shib bog'lab qo'ysak bo'ladi. Kamida 3 ta rangdan shunaqa tikib chiqsak, bu chiroyli chiqadi. Endi keyingi rangga o'taman.
sariq tanladim. Bundan yana 15-20 cm kesib olsak, taxminan bemalol yetadi. Buni ham ignamizga o'tkazib olamiz va xuddi boya ko'rsatganimdek qilib tikib chiqamiz. Tikayotgan paytimizda pisal kleyiga, ya'ni issiq kleyimizga qarab qo'yamiz. Oqib ketmayaptimikan? Tagiga bu narsa qo'yib qo'ysak, zo'r bo'lardi. Tikib chiqdik, hammasini. Shunaqa chiroyli bo'ldi. Endi buni biz pisal kley bilan o'sha tepasiga yopishtirib qo'yamiz. Oldin buni o'rtasiga yaxshilab kley surib olamiz. Qo'lingizga ehtiyot bo'lasizlar, kuydirib olmanglar. Buni faqat o'rtasiga birinchi bo'lib yoki marojniy ustiga qilsak ham bo'ladi. Keyin buni o'rtasini topib yopishtiramiz. Chetlardan bosib, yaxshilab hamma joy yopishi uchun. Undan keyin bulavkalar bilan agar xohlasanglar, chekkalarni mana shunaqa qilib, bu yoqdan qistirib, ya'ni hamma joyni qayerda qanday joylashishini oldindan qilib olsanglar bo'ladi. Masalan, bulavkani olasizlar deb, bu yoqdan shunday qilib qo'yaverasizlar. Mana shunaqa qilib bulavkalar bilan birma-bir joylashtirib olasizlar. Undan keyin kley bilan har birini kleylab chiqamiz. Glazurga ozgina ingichka qilib kley suramiz. Oxirida uzun ip qolmaslik uchun mana shunaqa o'zida aylantirib olsanglar, shunaqa. Endi buni uchini ushlab sekin yopishtiramiz. Tortibroq yopishtiramiz ozgina va buni o'zini ozgina ushlab turamiz. Agar ingichka ipda katta kurchakda to'qolgan bo'lsanglar, orasi ochilib qolib, o'sha joydan kley qo'lingizga tegishi mumkin. O'shaning uchun ham kurchak to'g'ri tanlash bu juda ham zarur. Endi bunga ham bulavka bilan ishlash ancha ishinglarni osonlashtiradi, yengillashtiradi. Mana shunaqa yana joyiga tiqib qo'ysanglar, o'zi bu yoqdan qotaveradi va keyingisiga o'taverasizlar bemalol. Shunaqa qilib yopishtirib chiqamiz har birini. Marojnimiz tayyor. Xohishga ko'ra buni bizda mana shunaqa kalsiy qoldirishimiz mumkin va bir loq taqishingiz mumkin. Buni ikkita ombar, ya'ni plastik gubsi bilan orasini shunaqa qilib ochib oldik. Endi bu yoqqa petlamizga shundoq ildirib olamiz yoki kirgizib. Kley tegmagan joydan qilsanglar, kirishi oson bo'ladi. Endi buni yana ikkita bilan yopib qo'yamiz. Agar bitta bo'lsa, bemalol bitta bilan ishlashingiz mumkin, lekin ikkita bilan bo'lsa osonroq bo'ladi bemalol. Yopib qo'yamiz. Va bizning marojnimiz tayyor bo'ladi. Buni o'rtasidan qilsanglar ham bo'ladi, burchakdan qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Mana shunaqa bizda ikki xil marojnimiz tayyor bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar podpiska bilan va kommentariyada albatta o'zingizlarning fikringizni va keyingi darslarda nimani to'qilishini video olishimni ham yozib ketishinglar mumkin. Hammani xohishi e'tiborga olinadi va albatta siz kommentariya yozgan narsangizni keyingi darslikda to'qib ko'rsatishim mumkin, darslik qilib chiqarishim mumkin. Rahmat kattakon hammaga.